iOS 26 va nihoyat chiqdi. Men uni o'zimga ustunovka qilib olganman. Mana. Va hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib beraman nima yangiliklar borligini. Birinchi navbatda bu yangilangan dizayn elementlari Liquid Glass, ya'ni suyuq oyna yokida shaffof oyna nomini olgan yangi tashqi ko'rinish. Mana bu klassik versiyasi, mana bu esa to'liqligicha shaffof versiyasi. Undan tashqari e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir menyu va barlarning qirralari anchagina avvallashgan. Va bu dizayn barcha Apple'ning yangi operatsion tizimlarida mavjud bo'ladi. Ikkinchisi, bu lock screen'dagi soat endi mana bunday tarzda cho'zila oladi. Sizga уведомлениялар kelgan sari u yana o'zini joyiga qaytishni boshlaydi. iOS 26 ning yangi aboylarini men o'zimning Telegram kanalimga tashab qo'ydim. Hoziroq meni Instagram akkauntimga o'tasiz va mana bu havolani bossangiz, o'sha aboylarni yuklab olishingiz mumkin. Uchinchisi, telefonda gaplashayotganingizda endi avtomatik tarjima mavjud. Masalan, siz ingliz tilida gapirasiz, sherigingizga fransuz tilida tarjima bo'lib boradi. Sherigingiz fransuz tilida gapiradi, sizga ingliz tilida tarjima bo'lib keladi va bu funksiya ham soобщенияларда, ham FaceTime'da ishlaydi ekan. Ajoyib. Lekin bu narsa Samsungda уже allaqachon bor edi, так что Apple sizlar orqada qolyapsizlar. To'rtinchisi, aytaylik, siz internetda mana bunaqa kurtkani ko'rib qoldingiz. Screenshot qilasiz va pastki o'ng qirrasiga bossangiz, telefon endi o'sha kurtkani qayerdan sotib olish mumkinligini ko'rsatib beradi. Bu narsa ham Samsungda allaqachon bor edi, uni nomi Circle to Search edi. Так что bu yoqda ham sizlar dagonyat qilyapsizlar Apple. Beshinchisi, bu CarPlay. Bu yangilanishni men anchadan beri kutayotgandim. CarPlayning ham dizayni Liquid Glass uslubida bo'lib, endi unga widgetlar qo'shish mumkin ekan va temniy tema ham paydo bo'libdi. Telefon bo'lganda to'liq ekranni band qilmasdan kichik bir menyuda chiroyli bo'lib chiqib keladi ekan. CarPlay Ultra'ni esa gapirib ham o'tirmadim, chunki unda shitok priborovga ham CarPlayning menyusi chiqib keladi ekan. Undan tashqari klimat kontrolni boshqarish, garajni ochish va yopish, uyingizdagi ulajitelni yoqish tizimini ham qo'shib qo'yishibdi. Bu gap afsuski faqat Aston Martin egalariga tegishli. Va oxirgisi, soобщенияларni endi orqa fonini o'zgartirish mumkin ekan. Nifiga себе Apple, shu ham yangilikmi?